Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mega Moldamiz 4 ta burger 12 daqiqa vaqt aksiyamizning navbatdagi ishtirokchisi tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum do'stlar. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Siz Azamjon. Xo'p, tashrif buyurdingiz. Xo'p, qayerdan ko'rdingiz bu aksiyani? Mega Mol.uz nimasidan? Mega Mol.uz Instagram kanalidan ko'rdingiz ham va ishtirok etishga keldingiz bugun. Xo'p, o'yin shartlari ma'lum. Ya'ni 12 daqiqa vaqt 4 ta burger yesangiz 3 ming so'm pul mukofot. Agar yeyolmasangiz 4 ta burger pul to'lab ketasiz. Kelishdikmi? Xo'p, sekundamiyat ochib olaman. 1, 2, 3 ketdik, start berdik. Burgerimizni deyarli yeb bo'ldilar. Yoqimli ishlar qilyapmiz. Xo'p, 4 ta burger 12 daqiqa vaqt. Aksiyamizning navbatdagi ishtirokchisi aynan siz bo'lishingiz. Mana ularni qo'llab-quvvatlovchi do'stlar ham tashrif buyurdi, do'stlar ham kuzatib. Montuğun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de Tavakkalchiga qo'l uryapti. Shu o'rinda bugun mana 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Bugun Mega Molda odam juda ko'p. Har doim ko'p, lekin bugun juda ham ko'p o'zgacha kayfiyat. Barchalarga a'lo kayfiyat va xotin-qizlarimizning eng muhimi bugungi bahor ayyomi bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. I know why they hating on us. Could style so fabulous. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Girls be all on us from London back down to the US. We rockin' this contagious monkey business, alright. 11 daqiqa 1 soniya edi rekordimiz. Rekord yangilanmadan. Come on baby, just pump it. Stop. 11 daqiqa 42 soniyada navbatdagi ishtirokchimiz Azamjon ham yeb bo'ldilar o'rtoqlar. Hali bunaqasi bo'lmagan. Mega Molda podryad ketma-ket 5 ta ishtirokchi yeyapti. Siz hali bu yerda o'tiribsizmi? Mega Molga tashrif buyuring. Bu zamitga taydi, deyap qo'yib. 11 daqiqa 42 soniyada 4 ta burgerni yeb bo'ldilar. Ana 3 ming so'm. O'yin halol ekanmi? Halol ekan. Yolg'on yo'q ekanmi? 2 karra ishoningizlar. Shu do'stlar yeb ketgandi, bugun o'zlari yeyaptilar. Azamjon, o'yin haqida fikringiz? O'yin haqiqatan kelish kerak, yeyish kerak, pullar ketish kerak bu. Mazasi qalay burger? Mazasi zo'r, chotga. Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Agengiz joyidami? Joyida shikalar tamam. Pulni nima qilmoqchisiz? Pulni onamga sovg'a olaman. Onajoningiz uchun bayram tabrigini aytib o'ting. Onajon, men bayramingiz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog'lom bo'lib yuring. Men doim yoningizda turaman, onajonim. Sizni yaxshi ko'raman. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib tabriklar. Dilafruz opa, agar videoni ko'rsangiz umringiz uzoq bo'lsin onajon. Mana shunaqa farzandingizni baxti kamolini ko'rib yurish nasib qilsin onajon sizga. Azamjon, tabriklayman bir bor, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Va yigitlar sizlarga ham rahmat, zapadlesh qilganlaringiz uchun. Sog' bo'ling.